Tasavvur qiling, hozir 2025-yilning oxiri. Oynaga qaraysiz va o'zingizga savol berasiz. Qachon men bunday insonga aylandim? Siz xotirjam va diqqatlisiz. Hayotingiz endi tartibsiz emas. Eng qizigi, bu katta o'zgarishlar yoki ertalab soat 5 da uyg'onish evaziga bo'lmadi. Bu shunchaki mayda odatlar natijasi. Bugun men sizga 2026-yilda hayotingizni tubdan o'zgartiruvchi 7 ta kichik odatni beraman. Birinchi odat, 2 daqiqalik perezagruska. Har safar hayotingiz, stolingiz yoki miyangiz tartibsiz bo'lib ketganda, shunchaki 2 daqiqa ajrating. Bitta narsani joyiga qo'ying, bitta faylni ochiring. Bu zegarnik effekti deyiladi. Miyangiz boshlangan ishni chala qoldirishni yomon ko'radi. Kichik qadam katta natijaga, natija esa yangi shaxsiyatga aylanadi. Ikkinchi odat, 5 daqiqalik sukunat. Telefonsiz, musiqasiz, faqat siz va fikrlaringiz. Devorga qarab o'tiring. Hozir hamma faqat reaksiyaga kirishadi, o'ylamaydi. Sukunat bu aniqlik va kuch. Uchinchi odat, o'zingizga mehribon bo'ling. Xato qilganda men ahmoqman demang. Mayli, men o'rganyapman deng. O'zingizga ishonch harakatning boshlanishidir. To'rtinchi odat, 1% qoidasi. Har kuni atigi 1% ga yaxshilaning. Bir bet kitob o'qing yoki 3 marta turnik tortining. Matematik jihatdan yil oxiriga borib siz 37 barobar kuchliroq bo'lasiz. Beshinchi odat, tongi 10 daqiqani himoya qiling. Kunni telefon bilan boshlamang. Ijtimoiy tarmoq miyani reaksiya rejimiga tushiradi. Undan ko'ra choy iching, reja tuzing. Oltinchi odat, tezroq yo'q deyishni o'rganing. Agar biror narsa sizga quvvat bermasa yoki maqsadingizga to'g'ri kelmasa, rad eting. Chegaralar bu o'zini hurmat qilishdir. Yettinchi odat, kelajakdagi o'zingiz uchun biror narsa qiling. Ertangi kiyimni tayyorlang yoki pul tejang. Ertaga uyg'onib, rahmat senga 60 dagi o'zim deysiz. Bonus odat, 10 daqiqa vaqtliroq uxlang. Uyqu bu miyaning yangilanishi. Kayfiyatingiz ko'tariladi, hayot osonlashadi. 2026-yil mukammal inson bo'lish haqida emas. Bu xotirjam va kuchliroq sizga aylanish haqida. Kichik qadamlardan boshlang. Men sizga ishonaman. Keyingi videoda ko'rishguncha